özek sohasidagi xatar va xirrislar va bu texnikaning kelgusi yüzülüşüne qarab ketyapti. Bu haqda ma'lumot berib turgan bo'lsak. Endi hozir biz nimaninki sun'iy aqlninki taraqqiyotini mo'ljazligisiz holatda faraz qilyapmiz. ChatGPT o'tirib chiqildi 2 yil bo'lmadi. 2 yil bo'lmay hozir shu sun'iy aql sun'iy aqlninki hozirgi holatidan texmi taraqqiy qilgan shu inson aqlidan yetkidak yoki inson aqlidan eshib ketgidek bir ishlarni qila olishi mumkin degandek bir farazlar o'tirib chiqyapti. Endi bu yerda buni albatta o'tirib chiqarish uchun bunga nihoyat yuksak darajada hisoblash kuchiga ehtiyojimiz bo'ladi. Bu hisoblash kuchininki ehtiyoji yana oxiri kelganda nima bo'ladi desa, shu biz deyotgan o'zakninki iqtidoriga tayanamiz. O'zaklarninki masalan nurg'un narsalar yumshoq detal ustida bo'lgan bo'lsa-mu, bir qism narsalarni hatto qattiq detalning o'zininki iqtidor orqali qilib yumshoq detallarni texmi mukammallashtirish, hatto biologiyalik shakldagi holatda bir nima qilib qila olsa, balkim buningdimi cho'ng biz faraz qilmagan holatdagi masalan shu fantaziya filmlarida ko'rgan bir qism ishlar balkim amalga tushishi mumkin. Bu taraqqiyot masalan hozir ishlab chiqarilayotgan o'zaklarning hammasi ikki o'lchamlik deylik, hamda 3 o'lchamlik shaklda bunday qilib bir-birini ustiga jipslashgan bunday shaklda bir narsalar chiqqan yeri yo'q. Masalan, texmi murakkab bo'lgan, texmi mukammal bo'lgan, texmi iqtidorli o'zaklarning o'tirib chiqish ehtimoli bor. Anan keyindan hozirgi o'zaklarning hammasi masalan shu kompyuter sistemasini deydigan bo'lsak, 0 bilan 1ninki birikmasidan bo'layotgan ishlarning hammasi. Demak, ya bo'ladi ya bo'lmaydi. Odatda ikki xil holat bor. Bu 0 bilan 1ninki nimasi? Endi bu 0 bilan 1ninki biz 32 bitlik yoki 64 bitlik deganga o'xshash narsalarning hammasi nima deganda, shu 0 bilan 1ninki birikmasidan kelib chiqqan har xil nimasidan bo'layotgan narsa. Endi bu elektronninki holatini degan vaqtida biz kvantum holati deydigan bir narsa. 0 bilan 1 emas, 0 bilan 1ning oralig'ida nurg'un holatlari bo'lishi mumkin deydigan kvantum holat deydigan kvantum fizika yoki kvantum holat deydigan bir narsa bo'ladi. Bu hozir yangilikda o'tirib chiqayotgan narsa nima degan vaqtida kvantum hisoblash yoki kvantum kompyuter deydigan bir yangi bir ideyalar bor. Bu vaqtda izlab baxsim bo'ladi. Bu nihoyat qiziqarli bir soha. Agar shu masalan narsalar o'tirg'i chiqadigan bo'lsa, masalan shu agar reallik aylanadigan bo'lsa, demak hisoblash kuchi hozirgidan mo'ljalligisiz darajada eshib ketadi degan gap bo'ldi. Buningmi shu narsani reallik oshirish uchun biz yana shu o'zak texnikasi, qattiq detalninki mukammallashishi, taraqqiyoti, uning keyindan shuning ustida bo'layotgan yumshoq detalninki shu logikalik buyruqlarning tizmasi deymiz-ku, amaliyotda kompyuter programmasi. Shu narsalarni mukammallashishiga bog'liq. Demak, bu yerda hamda qattiq detalninki o'ynaydigan roli nihoyat murakkab bo'ladi. Uning keyindan shu internet narsalar deymiz, masalan, shu internet narsalarining o'ynaydigan roli bizning hayotimizda texmi nima narsalar bo'lishi mumkin. Ondan keyin shu biz abay nima dedik? Shu o'zakninki cho'ngligi hozir bir qancha nanometr sohasida uni texmi kichiklatish ehtimolligi bormi? Uni texmi kichiklatish uchun balkim texmi mukammal bo'lgan materialga ehtiyojimiz bo'lishi mumkin. Masalan, materiallarninki nimasi ehtiyoji mesela yangi materiallar o'tirib chiqqan ekan, balkim yangi o'zaklarning o'tirib chiqishiga bo'lishi mumkin. Anan keyindan hozirgi ishlatilayotgan o'zaklarning ko'pinchisi umumiy holatdagi bir o'zak deb atsak bo'ldi, ya'ni xoslashmagan. Balkim bundan keyingi taraqqiyotda xoslashgan, masalan, xoslashgan degan vaqtida nima dedik degan vaqtida biz burun CPU ning gapini qildik.
Hamda keyingi mezgillarda biz GPU'nun gapini qildik. GPU degan nima degan vaqtida grafik kartasi nihoyatda noch ekan yoki bo'lmasa o'yin o'ynasa baksiz ekan undaq mandaq degan bir gaplarni balkim qulqimizga kirib qoladi. Bugungi CPUmi nima? Bugungi sun'iy aqlmi CPUning texnikasi asosida emas, GPUning texnikasi asosida bo'lgan. Ham shuningga o'xshash balkim buningdagi ma'lum sohada ishlatiladigan xoslashgan o'zaklarmi balkim o'tirg'a chiqishi mumkin. Ma'lum bir sohadagi ishni nihoyatda baland qiladigan. Sun'iy aqldagi nimdami vektor bilan munosabatli bo'lganligi uchun bu yerda kompyuterning kuchidan bakrak grafiklik bir taraf qilish kuchiga bo'lgan ehtiyoj yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun bu yerda CPUlar emas, bugungi kunlikda GPU, ya'ni Graphic Processing Unit deganning qisqartirilmasi. Demak, GPUga bo'lgan ehtiyoj yuqori hozir CPU qaraganda. Demak, kelgusida sun'iy aql texnik mukammallashish uchun maxsuslashgan o'zaklarni o'tirg'a chiqishi